boyunca hozirda o'zingizga guvoh bo'lganingizdek biz o'zimizni jamoa bilan ushbu akvariumlarni buyurtmasi ostida navbatdagi mijozimizdagi chiroyli sifatli qilib yasab berdik. Ushbu akvariumimizni uzunligi 1,5 metr, balandligi 1,10 8 metrli akvarium hisoblanadi. Kelib ko'rsatishingiz mumkin. Oynamizni qalinligi 19lik Yevrokromga qilib chaqlangan nemetskiy texnologiya, nemetskiy klelida yasalgan sifat. Ushbu akvariumlarni tegi metal karkasdan yasalyapti. Metal karkasdan ko'rishingiz mumkin. Metal karkasdan qalinligi profili 50 sm, 50 mmlik qalinlikdan qilingan. Ushbu metal karkasimizdan sifatini ko'raylik. Choklari juda me'yorda qilingan. Kimga shunaqa akvarium kerak bo'lsa, akvariumlarga murojaat qilishlar hamisha nima deyiladi? Sog' bo'ling, sog' bo'ling.